Yuragi to'xtab qolgan, 5 minut yuragi to'xtadi dedi. To'xtagandan keyin ular elektroshok bilan urdirib yuborganda, u ungacha miyaga qon bormasdan miyada achok bo'lib, shish berib, komaga tushib qolgan. 4 oy shu yerda yotdim. Eski tashmin oldida hech narsaga qaramadim. Qizim yaxshi bo'lib ketadi, yo'q, meni qizim hozir ko'zini ochadi, hozir ochadi, hozir ochib qoladi, hozir uyg'onadi. Hozir uyg'onadi deb 3 oy komada yotdi. O'zim biladi, na birovni taniydi, hech kimni tanimaydi, ham hech narsa, yangi tug'ilgan chaqaloqday bo'lib, bir og'iz bir marta kelib, mana shuni qilib qo'ydik biza. Nima yordam kerak, dori kerakmi, ukol kerakmi? Bir og'iz so'ragan mana shu klinikadagilar. Operatsiyaga qizim 18 million pul to'lagan ekan. O'sha pulni ham qaytarib bermadi-da. O'sha pulni ham qaytarib bermadi. Siz dedi, davom yo'q, bu klinikaga nisbatan hech qanday davo qilmayman deb yozib bersangiz, o'sha 18 millioningizni qaytarib beramiz. Ular kelmadi, sudga ham kelmaydi. В общем kelmaydi, sudga chaqiradi ham hech qaysi kelmaydi. Yalinib 100 marta borsam, охранасini chaqirib meni eshikdan chiqarib yubordi. Mayli, xunuk burun bilan yuringlar, xunuk bo'lsa ham mayli shu burunlaringiz dedim. Chiroyli bo'lmaylar, lekin mana shunday ahvolga tushib qolib, ota-onalaringizni, oilalaringizni qiynamanglar. Biroz avval Zamonuzning YouTube sahifasida Toshkentdagi xususiy klinikalardan birida burun operatsiyasiga kirib vafot etgan 31 yoshli erkak haqida lavha e'lon qilingandi. Oradan ko'p vaqt o'tmay ushbu klinikadan jabrlangan yana bir fuqaroning murojaati e'lon qilindi. Bu safar bemor vafot etmagan, biroq bir umrga xotirasini yo'qotib, nogiron bo'lib qolgan. Biz ushbu xonadonga kelib, uning yaqinlari bilan suhbatlashdik. Voqea bundan 2 yil avval, 2023-yilning yoz oylarida yuz bergan. Universitetni bitirish arafasidagi 22 yoshli Gavhar Polvonova burun operatsiyasi uchun Olmazor tumanidagi Ibatov nomli klinikaga boradi. Biroq operatsiya muvaffaqiyatsiz yakunlanib, qiz oylab koma holatida yotadi va xotirasini yo'qotib, nogiron bo'lib qoladi. Soat 10 da operatsiya boshlangan. 12 da mana nimada yozilishi bo'yicha 12 kun ichida yuragi to'xtab qolgan, 5 minut yuragi to'xtadi dedi. To'xtagandan keyin ular elektroshok bilan urdirib yuborganda, u ungacha miyaga qon bormasdan miyada achok bo'lib, shish berib, komaga tushib qolgan. Ular endi uni bilmagan, narkozda deganda surib qo'yib boshqa narkoz, boshqa operatsiyani qilaverganda. Endi nima qilgan bo'lsa qilgan, soat 7 gacha qizim o'sha yerda qolgan. 7 gacha, kechqurun 7 da keyin u nimadan uyg'onmagandan keyin, narkozdan uyg'onmaganidan keyin nima uyg'onmayapti, 7 bo'lib ketdi deb keyin borib, o'sha kech bo'lgan, qarasa o'sha u komaga tushgan bo'lgan. Keyin olib borib eski tashmiga olib borishgan uni. Eski tashmiga qanaqa ungacha bilmayman nima qilgan, nima qo'ygan, endi u menga qorong'i aytmaydi. Videolarni so'rasam berishmadi, nima qilgan, nima qo'ygan. Shu yerda shu 9 dan boshlab shu o'zimni bilmayman, 4 oy shu yerda yotdim. Eski tashmin oldida hech narsaga qaramadim. Shu qizim ko'zini ochsa bo'ldi, blogerlar keldim, aytdim, yo'q qizim ertaga ana qilib qolsa insta o'qiydi, ana qilib gap so'z bo'lib ketmasin, aya meni videoga chiqaribsiz, meni ana qilibsiz demasin dedimda, hech kimga to'xtanglar, qizim yaxshi bo'lib ketadi, yo'q, meni qizim hozir ko'zini ochadi, hozir ochadi, hozir ochib qoladi, hozir uyg'onadi deb 3 oy komada yotdi. 3 oy komadan keyin 3 oy uyg'onmaganmisiz? 3 oy anaqa qilmagan. 3 oydan keyin endi ungacha men o'zim iltimos qilib yalinib, yig'lab mana shu Nodirga nimalarim bor, zvuklarim bor, video zapislar tashlaganman, ovozli xabarlar tashlagan, iltimos yordam beringlar, sizlar sababchi bo'lib qizim shunday ahvolga tushdi, sizlar vrachsizlar, yo'l yo'rig'ini bilasizlar, yordam beringlar, qizim 23 yoshga kirgan, 4-kursda o'qiydi, turmushga chiqaraman deb turganimda endi unaqa bo'lganda qizim ketib qolaveradimi shunaqa, sizlar hech qanaqa chora ko'rmayapsizlar, men ko'rmayapman hech qanaqa действиялаringni. Va ichkariga ana qilib o'tiribman, yotibdi, komada yotibdi. Endi tanishlarimiz bor edi, Xudoga shukr. Turkiyadan odam chaqirtirdim, o'rtoqlarim bor edi. Izraelga onlayn anaqa qilib, onlayn video zvanok qilib, ular bilan konsultatsiya oldirib, doktorlarga ukol dori nazначенияларni qildirdim, yordam berdim. Alloh rozi bo'lsin. Shu anaqa Xoriv klinikasini direktori bor. Shu katta yordam berishdi, hamma yaxshi odamlar, xullas qizim keyin shu bilan ko'zini ochdi, lekin ochgan pilla kinoda bo'lar ekan, birdan turib ketadigan, na o'zini biladi, na birovni taniydi, hech kimni tanimaydi, ham hech narsa, yangi tug'ilgan chaqaloqday bo'lib, aql hushi yo'q, hech narsani eslay olmaydi. Mayli, shunisiga ham shukr qildim, vaqt o'tishi bilan yaxshi bo'ladi deb ana qildim. Keyin traxeostoma qo'yishgan edi, unda nafas olayotdi. O'zi sal o'ziga kelgandan keyin o'zi bir ikki aravacha bilan uyga berdi, yubordidan ular.
olib ketasiz endi o'zingiz qarab man aytdim qanaqa qarayman man buni bilmasam vrach bo'lmasam qanaqa qilib oldim qish bo'lsa buni qanaqa qilib anaqa atrofida mana bu yerda bint o'ralgan kecha kunduz mana shunday qarab turaman mana bu bintni bitta ipchasi ichiga kirib ketmasin deb mana shunday o'tiraman rahmatli onam tirik edilar 1-2 soat uxlab olsam man qarab turaman deb mana shunaqa qilib kunduz qiynab bir og'iz bir marta kelib mana shunaqa qilib qo'ydik biza nima yordam kerak dori kerakmi ukol kerakmi bir og'iz so'ragan mana shu klinikadagilar shu alam qiladi menga boshqa narsa mayli mashinalarimni sotib yubordim hamma narsamni sotib yubordim tillalarimni sotdim dori ukol bilasiz nevrologический juda ham keyin buni anasini yoptirdik ha operatsiya qilib 2 oy parvarishladim ha bir amallab yaxshi odamlar yordam berdi bir kechaga bir sutkaga bitta medsestrani kelib dejurlik qilib ustida endi temperaturasi 42 ga chiqib ketaman men iringlab ketgan qon iringga o'tib ketmasin skoriy chaqiraman skoriy olib ketmaydi skoriy bunaqa yo'q men bunaqa kasallarga qara olmaymiz keyin anaqaga olib boring 16 ga bitta qari vrach bor ekan yuring dedi o'zim olib borib joylashtiraman dedi 16 gorbanitsaga olib boruvdi ular ham o'zi javob bersin biz buni olib hozir anaqa qilamiz u bu deb ular ham anaqa ozgina yordam ko'rsatgan bo'ldi 2 kundan keyin olib o'tirdi 2 kun bir narsa qildida 2 kundan keyin yana 3 kun olib o'tirish kerak ekan ular 3 kundan keyin yana ham uyga olib keldim xullas kalom ko'rmagan azobim qolmadi shu vaqtda iltimos qildim Rossiya bilan gaplashuvdim olib kelsanglar первичный reabilitatsiya qilib beramiz dedi hisob kitob qilib aytishdi $15,000 bo'ladi bir oyga dedi kamida 3 oy reabilitatsiya qilib beramiz qarab beramiz dedi O'zbekistonda yo'q ekan buni reabilitatsiya qiladigan bunaqalarga qaraydigan javob beradigan joy yo'q ekan xo'p Rossiya bilan gaplashib olib aytdim $15,000 endi meni pulim yo'q hamma pullarimni mana qildim shunga pul beringlar deb iltimos qilib Jamshidni oldiga bordim direktorning oldiga borsam klinikaga ishlab yotibdi hammasi $2,000 $4,000 dan operatsiya qilib lekin menga shu $15,000 u yoqda tursin $1,000 pul даже operatsiyaga qizim 18 million pul to'lagan ekan o'sha pulni ham qaytarib bermadi o'sha pulni ham qaytarib bermadi siz dedi davom yo'q bu klinikaga nisbatan hech qanday davo qilmayman deb yozib bersangiz o'sha 18 millioningizni qaytarib beramiz dedi shunchalar noinsof bilan birov masalan mashina bilan urib yorsangiz avariya bo'lib ketsa bir umr qaraydi-ku shuni bir joy sinsa o'shanga qancha yordam berasiz-ku buni hamma joyini sindi hamma joy sudda hamma narsa yozilgan sudda anasi yo'q jarrohlik qilishga nimasi yo'q yo'q jarrohlik qilishga litsenziyasi ham dokumenti yo'q u haqqi yo'q jarrohlik qilishga qarang fevral oyida lor bo'lib ishlagan odam fevral mart oyida aprel may kelyapti-da iyunda buni burnini operatsiya qilyapti burun operatsiyasiga qilyapti ungacha u jarrohlik qilmagan jarrohlik qilish to'g'risida hech qanaqa dokumenti yo'q mana sud dokumentlarida bor shu narsa menda suddan ularni oldim hammasini lekin o'sha qilyapti lekin unga hech qanaqa jazo berilmayapti yana ishlab yuribdi yana reklama qilib yuribdi mingtalab kuniga nechtalab operatsiya qilib yuribdi nima yurolmasdi yurolmas yotardi keyin men Rossiyaga olib borib keldim ancha ana qilib mana endi javob berayotgan gapira olmasdi umuman shu $15,000 berganiga shu 15,000 bilan birinchi Rossiyaga olib ketdim 2 oy 40 nima bor ekan u yoqda o'zimizdan borgan katta yaxshi vrach bor ekan Ageshev degan shu kishiga borib biz davolanib 2 oy o'sha yerda lecheniya oldik har xil fizlecheniyalar qo'lni ishlatadigan oyog'ini ishlatadigan massajlar oldik mana bunaqa elektronniy magnit bilan miyasiga ta'sir qilib miyasini bo'shatadigan shunaqa 2 oyda xullas yaxshi yuradigan bo'lib ozgina tilini aylanib logoped ta'sirasiga bordik har xil apparatlar qo'yib ovozini chiqaradigan ovozi ham chiqmas edi ovozlarini chiqaradigan qildi ish qilib logopedlar tilini ana qilib o'ldirardi faqat g'ovg'o qilib gapira olmasdi endi mana bitta yarim endi gapiradigan bo'ldi o'sha xotirasi qaytdimi xotirasi yo'q qaytmagan xotirasi yo'q hozir ham xotirasi yo'q nima qilishni bilmaydi hozir necha marta borib keldi уже bilmayapti ham mana bu dori ukollarni olib o'tirsak yaxshi sal normalniy bo'ladi agar dori ukollarni bir vaqtlar endi bo'lmay qoladi nimamiz ilojimiz bo'lmay qolib dori olmagan vaqtlari boshqarib bo'lmayotgan holatga tushib qolib chiqib ketib o'zi bilmay kechalari uxlamasdan dori bersangiz ham uxlamaveradi bu dorini berasiz uxlatayotgan dorini ikkitalab beraman bir vaqtlari bu anaqa qilmaydi sal o'tiraman ta'sir qilmaydi o'tiradi bir ikki marta shu ko'zim ilinib qolibdi kuxniyaga chiqib olov yoqib yuborib
anaqa sochlari mana hurpaygan, olovni mana yoqqan, sochlari yonib ketdi. Kamera qo'yib qo'ygan hamma joyga. Anaqa qilib o'tiraman, sochlarini yoqib yuboribdi. Shundan keyin vapsim kechalari ham uxlamayotgan bo'ldim. Kechasi bilan o'tirib chiqaman, qarab chiqaman. Uxlamasa, uxlamayman, uxlasa ham qo'lini ushlab keyin uxlayman. Ushlab turib keyin uxlayman. Turib ketmasa uxlab qolsam deb. Qizning onasi uni davolatish uchun juda ko'p pul kerak bo'lgani va klinika tomonidan moddiy hamda ma'naviy zarar to'lanish haqida chiqarilgan sud qarorlari keyinchalik bekor bo'lib ketganini aytmoqda. 500 million pul chiqarib berdi. Sud 500 million pul 50 million ma'naviy zararni nimaga chiqarib berdi sud. Shuna xursand bo'ldim, oldim Hindistonga ketaman, chip qo'ydirib kelaman miyasiga dedim. Shuna xursand bo'lib ketdi, mayli 2 million 200 million qancha so'rovdi esimda ham yo'q. Chiqib где-то 45 ming dollar beratgan bo'ldi bizaga. Shuna xursand bo'ldimda sirtdan chiqardi qaror. Ular kelmadi, sudga ham kelmaydi. В общем kelmaydi, sudga chaqiradi ham hech qaysi kelmaydi. Keyin sudya buni olib bordim, sudyaning oldiga. Mana oldingi qizim ahvoli, mana hozirgi ahvoli dedim. O'zingiz xulosa qiling-da, chiqaringsam, "Voy" dedi-da, keyin sudya bu baqirib, chaqirib, ana qilib yotuvdi. Keyin shatta oldida, "Bo'ldi, kelmasa kelmasin, men qaror chiqarib beraman" dedi-da, 500 million qaror chiqarib berdi-da, 50 million ma'naviga bu chiqarib berdi-da, ijroga oshirdi. Fevral oyida, yanvarda 13-chislosida qaror chiqdi. Mart oyida, fevral oyigacha ixtiyoriy to'lov muddati bo'ladi ekan. Ijrochining oldiga bordim, bu bilan bordim. Men tashlayotgan joyim yo'q, qo'yayotgan joyim yo'q. Fevral oyi sovuq. Borib ijrochining oldiga borsam, keyin dedi, ijro muddati tugashi bilan dedi, men dedi, shotini yopib dedi, sizga olib beraman, ko'chirtirib beraman, plastik oching siz dedi. Plastik ochishga bankka bordik, plastikning nomerini, hamma narsasini ariza berdim-da, ertaga tugasi bilan nima qanaqadir ixtiyoriy to'lash muddati ertaga tugaydi dedi, ertaga srazu sizga dedi, olib to'lab beraman degan joyda ertangi kuni pulni tushirib beradi. Shuna bankka borib pulni to'ladim 30 ming dollarda, yangi shot oting, chunki bank rekvizitlari kerak dedi ijrochi. Rekvizitlarni shuni ochib bersa hozir olib boraman deb o'chirtga turgan vaqtimda ijrochi telefon qildi. Meni telefon qilganimni aytmang keyin, iltimos, menga hozir telefon qildi-da dedi. To'xtating, nima to'xtatasan ijroni deb aytdi menga. Bank shotini yopib qo'yuvdim dedi, qaytadan ochdi dedi. Men pulni tushirib bera olmayman dedi. Shunday yana mazam qochib qolishi dedi. Keyin uyga keldim, keyin bordim. Nima uchun bunaqa bo'ldi? Nimaga unaqa qilasiz desam, bilmadim dedi. Mana shunaqa shotini yopgan vaqtimda sirazi kelib ana qilishdi menga dedi. Qaytadan ko'riladigan bo'ldi ish dedi. Ko'rildimi keyin? Keyin qaytadan ko'rildi, bir marta sud majlisi bo'ldi, sirtdan chiqargan qarorimni bekor qilaman dedi-da, ikkinchi safariga borsam, uje qarorni o'zgartiraman, ma'naviy moddiy zararni undirish haqidagi arizangizni rad qilaman dedi-da, buni malatogini urdi-da, bo'ldi, ketdi sud. Hech qanday surishtiruv ham, hech narsa so'raman, hech narsa, absolyutni hech narsa bo'lmadi. Keyin aytdim, qanaqa bo'ladi? Jamshidni chaqirdim, direktor bilan yurist kelgan ekan. Aytdim, qanaqa bo'ldi bu Jamshid aka? Chiqarib beriluvdi-ku menga. Yo'q bo'lsa ekan mayli edi, menga alam qilmasdi. Pullaringiz yo'q bo'lsa edi mayli. Bor-ku pulinglar dedim. Keyin adolat qaror topdi. Adolat qaror topdi deb ketdi. Qanday adolat qaror topasiz? Shu bilan kurashyapsizlarmi? Erkak kishilar, dedim. Nechta erkaksizlar dedim. Direktorsizlar. Anaqa Inamarka mashinalar minib yuribsizlar. Turkiyada tug'ilgan kun qilib kelyapsizlar borib. Butun jamoasini olib borib Turkiyada tug'ilgan kun qilib kelyapti-da. Mayli endi birovni ko'ra olmaslik emas, boshqa nimaga burilmasin. Emas, yo'q bo'lsa pullaringiz alam qilmasdi menga dedim. Operatsiya qilyapsizlar kuniga 10 tadan dedim. Boshqa shu nogiron qilib qo'ygan qizlaringiz bilan kurashyapsizlarmi sizlar dedim. Men bil ayol kishi ojiza yordam berib, begona kishilar yordam beradi-ku menga dedim. Shu qiynalibsan, shu qizingga yordam kerak ekan, begona kishilar menga ana qiladigan, sizlar sababchi bo'lib qochyapsizlarmi sizlar dedim. O'zinglar dedim, naborot qanaqa yordam kerak, keyin emas shunaqa qilib qo'ydik, o'zi kelish o'rnilaringiz emasmidi sizlarni? Sizlar menga so'rab eshigim oldida turishlaringiz kerak emasmidi? Men yalinib 100 marta borsam, axranasini chaqirib meni eshikdan chiqarib yuborib, bu yoqda shovqin qilish mumkin emas. Keyin men aytdim, hech bo'lmasa mana shu yerdagi kelgan qizlar ota-onasiga aytmay kelgan bo'lsa, mabodo meni qizimga o'xshab, onasi qiynalmasin shularni menga o'xshab. Ko'rsin mana shuni dedim-da, qizimni olib bordim klinika oldiga. Qizlar iltimos dedim, mana shunaqa ahvolga tushib qolmaslikni xohlasanglar, qilmanglar, mayli.
xunuk burun bilan yuringlar, xunuk bo'lsa ham mayli shu burunlaringiz dedim. Chiroyli bo'lmaylar, lekin mana shunday ahvolga tushib qolib, ota-onalaringizni, oilalaringizni qiynamanglar. Hozir ketinglar deb borib, hech bo'lmasa shu qizlarga aytib kelaman, hech bo'lmasa biror anaqa ozgina bo'lsa ham birovga foydam tegib, birovni saqlab qolarman shunaqa ahvoldan dedim. Mana saqlab qololmadim. Bir oilada ikkita bolamni yetim bo'lib qoldi. Uni ayoli bor, onasi bordir. Onasini ko'rib rahmim kelib ketdi. U ona endi qanday yashaydi, umrini oxirigacha qanday yashaydi bolasi? Shu narsani oldini olay deb qancha murojaat qildim, qancha joylarga aytdim, shuni iltimos mana shunaqa narsani anaqa qilinglar, chek qo'yinglar deb. Afsuski, xuddi shu klinikaga burnini operatsiya qildirish maqsadida borib, keyinchalik og'ir ahvolga tushib qolgan faqat Gavhar Polvonova emas. O'zbekiston xalq artisti, taniqli ayol xonandaning qizi ham bundan avval shu ko'yga tushib qolgani ma'lum bo'ldi. Xonandaning ismi tahririyatga ma'lum, biroq shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi sababli buni ochiqlashni lozim topmadik. Endi uni aytish shart emas, otini ismini, familiyasini. U kishi xohlamaydi, meni reputatsiyamga to'g'ri kelmaydi deb mana qildilar. O'zlari keldilar, lekin meni oldimga Gavhar qizimni bir ko'rib ketay meni. Qizim ham mana shunaqa bo'lib qoldi, mana shu Nodirni dastidan Nodir qilib qo'ydi shuni. Lekin men aytdim, men bilmay qoldim, qaramadim qizimga desam, siz-ku qaramadim deb o'zingizni qiynasangiz, men o'zimning qo'lim bilan $3000 pul sanab berganman. Burnim ham bunaqa qirra burun ekan, sen yaxshi qilasan ekan, Nodir mana shu qizimni qilib ber deb, men o'zim qo'lim bilan olib borib o'zim berganman shu pulni. Mana shunaqa qilib qo'ygan qizimni deb, o'qishini ham qizini mana shunaqa bundan ham anaqa ahvolda. Mana shunaqa bo'lib qolgan 24 yoshing. Uni qizi ham turmushga ham chiqolmadi, hozir nogiron uyda qarovchi qarab o'tiribdi. Mana shunaqa bir kishi, tashab ketdi bo'lmasa mana bir o'zini tashab keta olmaysiz. Bir narsani yondirib qo'yadi, bir narsani kuydirib qo'yadi. Bir o'ziga anaqa kerak, qarash kerak. U endi puli bor narsa uyga odam qo'yib qarab, men endi yaqinda oldim bularni qarashga. Shuni kecha biz ikkinchi tomonning ham fikrini bilish uchun klinika joylashgan manzilga borgandik. Biroq klinika eshigiga uning faoliyati vaqtincha to'xtatilgani haqida yozilgan. Biroz vaqtdan so'ng klinika eshigi oldiga oq xalatli hamshiraning kelib, kim bilandir telefonlashib qaytib ketgani bizning e'tiborimizni tortgandi. Bugun klinikadan jabrlangan murojaatchilardan biri klinika faoliyati to'xtatilgan bo'lsa-da, ular yashirincha ishini davom ettirayotgan bo'lishi mumkinligi haqida ovozli xabar yubordi. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, o'zini eski klientlarini kirgizib ishlab yotishgan ekan. Klinika shu nomigagina qog'oz yopishtirib qo'yib, bir yoq tarafi ochiq, bir yoq tarafi yopishtirilgan ekan. Axirani eshik tagidan bitta kirgizib yotgan ekan. Kecha sizlar borganinglarda ham o'sha bitta klient chiqib ketganda bitta xonaga kirgizib qo'yib chiqmay turing. Jurnalistga kelgan surishtiruv bo'lyapti, undan deb. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nega unaqa bo'lyapti desa, karantinni bahona qilishdi. Hali xabari yo'q ekanda, mana bo'lgan voqealardan. Shunaqa deydi. Biz bunga oydinlik kiritish maqsadida klinik aloqa markaziga mijoz sifatida qo'ng'iroq qildik. Operatorlar odatdagidek qo'ng'iroqlarga javob berishmoqda. Ular hozirda klinikada tozalash ishlari ketayotgani va bemorlar 15-dekabrdan so'ng qabul qilinishi mumkinligini aytishdi. Zamonuz bu bo'yicha o'z surishtiruvlarini davom ettiradi va klinikadan jabrlangan boshqa fuqarolarga ham mikrofon tutishga tayyorligini ma'lum qiladi.